Sharafat apang tanıganlar bo'lsa, bir like bosib, kommentariyada o'z dil izhorlaringizni yozib qo'yinglar. Shu joyga qarashli dokumentlar bular hammasi. Mana Sharafat apang uyda egalari shu yerda. O'zlari bilan yo'lda turmush qurganimizda xo'jayinim bilan. Молодец, молодец. Atınız kim siz? Musimboy ekan. Musimboy ekan, ha. Siz necha yoshdasiz hozir? 60 yoshdaman. Xo'jayinim 74 yoshda. 74 mi? Mijinadagi. Otesel chaqqan qaraba. Bugun yangi bozor Jayxun savxozdaman. Bu yerda sotiladigan 800 metr kvadrat joyimiz bor ekan, 2 etajli. Shu haqida sizlarga ma'lumot berib ko'rsatib o'tamiz hozir. Maktab, bog'cha bor bu yerlarda, to'q bor bu yerda, gaz yo'q lekin. Bu yerda Jayxun mahallasi bor, sho'raxona shu yerda bo'ladi. Yo'l ustida ko'chamiz asfalt bo'lgan bo'ladi. Qo'shimcha mo'ldagi yer ham bor. Kim joyi desangiz, mana Sharafat apam joyi bo'ladi. Sharafat apani o'zi mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jalomsiz. Alloh. Kadastr dokumentlari bor axir mana. Hamma dokumenti soz. Naloglar to'langan, bari to'lov qilingan. Turar joy axir, ha? Turar joy. Ya aytgandek mo'ldaklar bor. Necha so'mga berasiz buni o'zi? 300 ming deb turibman. Kelishib berasizmi? Kelishamiz. 1-2 so'm qaytim bo'ladi, hurmatli do'stlar. Hozir joyda ichki qism, tashqi qismlarini ham ko'rsatamiz. Joy o'z zatida axir, ha? Xo'jayinning otida. Xo'jayin adına. Ertaң aldı satısında ne to'rasizlar axir? Kelganda bir xato ko'rib chiqing. Yaxshi. Bu yoq siz ham qarashlimi bu yog'i? Hava, пожарный ход. Общий 800 metr kvadrat. Hava. Oynag'dan uchun eshik bor ani. Ha, bu Bolaga yog'i bo'lak etib solib berdim-da. avval shoqdan kirib chiqqanmiz siz. Hava. Bu yog'i garaj bor, oynag'i eshik, bu yoqdan kirib chiqsangiz ham bo'ladi. Ana shunday hozir holati shunday bo'ladi. Mana ishimiz mayli asosan stejga yetish kerak. Chegara bo'lyapti. Eldimizda mana suvlar kelib turibdi. Zo'r mestada joylashgan Jayxun savxozda bu. Shunday olaman desangiz, kelib ko'rsangizlar bo'ladi yoki telefonda gaplashsangiz ham bo'ladi. Avtobus keladigan tochka, uy tochka. Bu yeringiz qayerda mo'ldagingiz? Mo'ldak ham meniki mana nima oniyog'ida yaptan. 1700 mi o? 1700. 1700 mo'ldak bor ekan qo'shimcha. Shu joyda qo'shib beradi olaman desangizlar. Har safar reklama etmay kelaman, doim reklama qilaman. Bu safar mana Sharafat apani o'zi bilan qilyapmiz. Qaysi yil solgan bu joy o'zi? Biroz vaqt bo'ldi, ha? Havo. Ancha vaqt bo'ldi. Shu vaqtlar bu yerda gaz bor edi, mana gaz turibdi. 2 etajini 2000 da sag'anman. Buni qo'shimchasini sag'anman. Anavi 1013 metr yeri davlat tomonidan solingan. Uni yili qaysi ekanini bilmayman. Dokumentda baribir hammachiki bor. Lekin bu yog'ini 2000 da sag'anman. 2000-yilda 2 etajni mana dalonni qo'shimcha etganman. 12 metr uzunlikda dalonni uzunligi. Plita birinchi etajda plita bilan bostirgan. O'zi bir shu dalonni o'zi plitasini 154 ming so'm pulim chiqqan. Xo'jayinim ularni bilmaydi, hammasini o'zim qilib berganman. Vaqtida. Ha, vaqtida. 13 metr yerni ustidan birinchi etaj hammachiki plitadan. Ustida ikkinchi etaj bostirgan hammachiki rossiyskiy ag'achdan. Necha so'm bo'lsa berajaqsiz o'zimni? Например, mesela biradan senangiz bormi? Ya telefonda gaplashadimi? Telefonda gaplashamiz. Mana ichki qismi bo'ladi uyimizni. Hozir eshikdan kirganimizda 10 xilda bir xonamiz bor ekan, kiradigan yerlari. Shunday deb aylanib uydan chiqamiz hozir. Bu mana teraskasi bo'ladi. Перехожкасы, mana bu yog'imizni ko'rasanlar hozir. Kelur. Mana bu yog'imizda peshi bor. Xalasingiz peshdan foydalansa oyog'imiz pollangan. Просто bu yerga remont kerak bo'lgani, xalasingiz buzib solib qaytadan tiklanglar. Xalasingiz hozircha shu ishda o'zingizdan foydalansangiz bo'ladi, sklad deb foydalansangiz bo'ladi. No'larni bo'lsa, yo'qlaringiz qo'yib foydalansangiz bo'ladi, masalan, pilla, mana no'dir ishlar qilsangiz bo'ladi bu yerda. Mana shunday ishdan kirib hozir holatdan shunday holatda bo'lib turibdi bu joyimiz. Mana bu yog'imiz 10 qo'lda bir xonasi bor. Ikkinchi etajga chiqsangiz bo'ladi. İkinci etajga chiqish uchun mana zangi bo'ladi, mana zangiga chiqib plitalar kerak bo'ladi, mana qadimiy yog'ochlar, mana hamma oz narsa bor. Bani tualeti addinni bo'ladi. Xalasangiz bu yoqqa sklad etinglar, xalasangiz banini o'zini deb beringlar. Ana shuni foydalansangiz bo'ladi. Oynalar bilan reshotka bo'lgan ekan oynamdan. İkinci etajdan biraz xona bor bu yoqdan ama. Hava katta 3 xona bor. 3 xonasi bor. 4 xona bor. Hamma katta. Bu betonmi bu ya kirbishdan solinganmi bu? Bu 13 metr yeri silikat kirbishdan solingan bu yoq. Ha, silikatdanmi? Hava. Mana o'sha 5 metrlisi ne? 1,5 metr ne bor? Пожарный ход bor ham boshda. Yaxshi. Mana bog' tarafini ko'rsatamiz, hurmatli do'stlar.
Şu bağımız boladı. Bağımdan faydalansanız, xalasanız buz sağan vaxtı cayda bir yaqa salın alacı var size. Taşkentski planda salarsınız da. Ya bırak planınız boğan vaxtı detörsənizlərin boladı bunu alıp koyup. Bər bir mülk boladı o. Cay yılda yılda qımmatlap batır. Halı cay bər bir zərər yetmeydi bu нәрсе. Qaçandır bər bir birə gaz gələdi. Boğan mı sən vaxtında bir də gaz. Adamlar yaşab oturubdu. Gazsızdan, suyetdə faydalanıb, kömür yağıb, başqa etib. Az kuyaş batarya, zamanavı kuyaş batarya koyuversen ne Ava, olur? bizə quyaş paneli qoyarsan ham olur azı. Yani bir anda köp çıkadan yeri var. Bajanlı xotu. Mal halıqlı çıkıp çıkarış üçün bajanlı xotu var. Yani malxanası boladı. Burası bir yerde bir pariyatga yetib tıkallar çoğu qaytalanır. Karıganğa bizden küçümüz yetmey turupdu da bayağı vaqtdagıday pul topup tursam özüm biler edim. Şarapata bu vaxtında yaxşı adam bolğansız o. Bu Taşkent basım deyip yan başlanam kuydurup bir sklat, buğday sklat, şalı sklat etip sağanma. Yani şunda endi ne desen. Azı karıdık. Shunday hurmatli obunachilar, kim olaman desa telefon nomerini video ostida qoldiraman, bemalol bog'lanib shu Rossiya safhasiga kelib xarid qilsangiz bo'ladi joyimizni.